Assalamu alaikum qadrli qarindoshlar. Bugungi Qur'on so'zlarining kimligi darsimizda birga o'rganib o'tadigan sura Tabbat, ya'ni Masad. Tabbat yada Abi Lahab desak eshitib tushunasizlar. Men yozay. Bilmayman, bilib olsin. Bu sure birinci ayet kılıngan, kurup ketdi, gazapga uçurdi ma'nisi bildirilgan, tabbat kelimesiyle atılgan. Ebu Lahab'ның iki kulu bütün gücü kurup ketsin, emelde kurup ketdi. Bu sureden de Tebbet yada Abi Lahab ve Teb. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yada Abi Lahab ve Teb. Ma ağna anhu maluhu ma keseb. Bu yadalıqı kurup ketdi deb tercüme qildi, lekin Ebu Lahab'ninki 12 yildan keyin mushu sura nazilib 12 yilga o'ylab yetganligi to'g'riliq. Mushu sura naziligi vaqtida emas, 12 yildan keyin o'ylab yetganligi to'g'riliq. Chunki bu Medine'de Mekke'de nazil olan sure emasmi? O iliq nima Medine'deki vaqtida ondan keyin nimalar Mekke müşrikler bilan elishidi. Shu vaqtdagi bir g'azotdan keyin shu nimada tugab ketdi. Shundan keyin tugaydi. Bu oraliqda hamda 12 yil o'tdi shu sura nazil bo'lib. Şuna bunu muşu boyunca aldın qetimqi 15 gün burunqi derste Envarul Kur'an dersida bizniki Mehmet okuyan ustaz aşında tafsir qilib o'tdi. Bu to'g'ri qisqacha bir nima o'tilib to'nishtirish bergan bo'ldik. Tabbat Arapçada bir lanetleş ifadesi bulup Resulullah Safatig'ida kavmini tevhidga chaqirgan vaqtda onunğa birinci bulup Ebu Lahab qarşı chiqqan. Ve Resulullah'a tabbat degan, yani Kur'an Ebu Lahab'ның bedduasını o'ziga qaytargan. Tabban. Dastlabki mezgildagi musab va tafsirlarda sura mushu ism bilan tilga olingan. Tirmizida bu ism bilan atalgan. Ba'zi musab va tafsirlarda suraning eng oxirgi kalimasi bo'lgan Masad bilan atalgan. Sura Mekkada nazil bo'lgan. Hazreti Osman va Ibn Abbasning nuzul tartibida Fatiha surasidan keyinla 6 ve 7 qatorga tizilgan. Bu ahvalda suraning nazil bo'lish tarixi davlatning 1-yilining oldiq yerima to'g'ri keldi. Yana Ibn Abbasdan kelgan Buxoriy va Muslim qatorliq bir qancha manbalarda naql qilingan nuzul sababiga munosabatli rivoyatlarga asoslanganda mazkur sura eng baldur deganda davlatning 6 yoki 7 yilda nazil bo'lgan va 47 o'rindagi Shuara surasining orqasiga tizildi. Lekin bu rivayetlerin hemmisi Tabbat suresinin nazil bo'lish sababi bo'lgan amil kavmini ve urug' tuqqanlarini agahlantirdi. Shuara 214 ayet bilan başlaydı. Birinci qarasak nazil bo'lish vaqti bek baldur. Çünkü Ebu Lahab Resulullah'ın tağısı ve mezkur surenin ana temisi bulup bu sure tağı bilan jiyan arasındaki yirikleşip üzüley deb qalgan zil münasebetine bırakla üzüp taşlagan. Bu münasebetning yirikleşiş üçün belgilik zaman ötken bo'lishi ve bir kısım vaqalar yüz bergen bo'lishi mumkin. Bu sebepten nazil bo'lish vaqti da'vatning 1-yili digili bo'lmaydi. İkinci ihtimal nazar tutilganda
Yani mezkur sure Şuara suresinin arkasına tizilganda bek kiyim bolup gidiyor. Davet başlangan tunji yıl nazar tutulganda surenin ana temasının en muvaffak bolgan nazil buluşu vakti davetning 2. yılga yani Kafirin suresinin arkasına doğru gelmekte. Kafirin suresida bazarlık qilish, shartlashish hayotiga singib ketgan kafirlarni so'z qilingan. Bu surada ularning orasidagi bazarlık qilishga eng xushtar tip bo'lgan bir ism, ya'ni Abu Lahab kufrning vakili sifatida tunishtirilmoqda. Ya'ni Abu Lahab Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu ve ma kasab sayasla naran zat lahab. Abu Lahab'ning ikki qo'li bütün kuchi qurib ketsin, amalda qurib ketdi. Onunğa mal mülki ve erişken narsa az qatmaydı. Vaqti kelganda u til bilan ifodaligi bo'lmaydigan lavildab turgan o'tqa o'tin bo'ladi. Allah korusun bizden. Resulullah'ın tağısı Abdul Uzza surede kinayelik bir şekilde lavildab turgan o'tning dadisi ma'nosini bildirgan bir sifat bilan tilga ilingan. Nuzul sebebideki rivayetlerden birisi de bu şahsının karakterini gösterip berdigan bir bazarlık qilish vakası bayan kılıngan. Abu Lahab Resulullah'ın yeniga kelip men musulmon bo'lsam bana nima mukofot bor deb so'raydi. Resulullah boshqalarga nima bo'lsa sana shu bor deb javob berdi. Shuning bilan o meni boshqalar bilan teng o'ringa qo'ygan din bo'la olamdi. Bilalma degan. Onun manfaatparestligi Bedir'dimi ko'ringan edi. O çoğ meydaniga, jang meydaniga berib, mardlarcha jang qilishning o'rniga o'zining o'rniga odam yollab evetgan. Hamda ulaqa islom dinini bir martaba qozonish yoki bo'lmasa iymon etish orqali ma'lum bir siyosiy maqsadni qo'lga keltirish yoki bo'lmasa ma'lum bir muddao bilan bir payda menfaatni o'ylab bu islom diniga kirish, yani onu shart qilib degandekchi. Mush islom dini bo'lmasa bizning millat qutqazib bo'lmaydi. Mushuni vosita qilib turib, biz bir ish qilishimiz kerak deb mashunda chotni xato so'qsak, bu ish bizning o'ylig'imizdan chiqmaydi. Alloh bizning xohlaydigini shartsiz iymon etish, shartsiz qabul qilishimiz uchun. Undan keyin biz buningdan haqiqiy baxtni, haqiqiy tinchlikni, osoyishlikni topa olamiz. Bo'lmasa maqsad boshqa bo'lib qolgandan keyin ishdan chatoq chiqadi. Biz o'zimizni maqsadimizga yetaklamay islom dinining yetaklishini qabul qilsak, shu uchun maqsad inshaalloh ishlarimiz tuziladi. Bo'lmasa chatoq. Biz kallamizni Qur'on bilan yuyli emas, Qur'onni kallamiz bo'yicha yuymaymiz. Evirib çevirib buni uchun o'zimizningki maqsadiga qo'llanamiz desak, o chaqda ishning chatoqi chiqadi degan gap. Qur'on Resulullah'dan boshqa shu davrda o'tgan ikki kishining ismini, ya'ni yaxshilardan bo'lgan Hazrati Zaydni va eskilardan bo'lgan Abu Lahabni tilga olgan. Abu Lahab bu surada tarixiy bir shaxs emas. Iymonga qarshi qarg'ulachi urush qilgan inkorchilarning tipik vakili sifatida tilga olingan. Bu orqali xitob qilinuvchiga Abu Lahab o'ladi, lekin Abu Lahablik mavjud bo'lib turdi deydi. Abu Lahab o'xshash insonlar, ashuna qiliqni qildiganlar qiyomatgacha mavjud. Firavun o'ladi, lekin firavunlik o'lmaydi. Zalim o'ladi, lekin zulm yenicha dunyodan yo'qolmaydi. Qiyomatgacha haq bilan botil bir-biri bilan tepishib mang'digan gap. Haq botilni yo'qotish uchun kurash qilgan gap. Bo'lmasa botil haqni yo'qotadi. Mana gap. Şu bugungi darsimiz mushunchalik bo'lsin qarindoshlar. Jiq mazmun yo'q ekan, ammo muhim mazmunlar bor ekan. Inshaalloh kerak soat darsimizda Fil surasi to'g'riliq o'tdik. Bugundigimiz onu bek köp mazmun emas ekan. Amonlarniki bu ders uchun quloq berganlarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning o'ziga omonat.